Hammaga salom bolalar. Bugun bir video qilmoqchiman. Amerikada hozir juda notinch. Hamma hozir ko'rayotgan bo'lsa, yangiliklarda o'sha Amerikada nima bo'lyapti, o'sha ICE hammani ushlab, o'sha trakchilarni, kriminallarni o'sha chizchur xohlagan odamini ushlab qamayapti. Buni ko'plar ko'rayotgan bo'lsa kerak. Bo'lishini ko'p o'zbeklarni ham ushlashgan, qaysi birlarini qo'yib yuboryapti, qaysi birlarini sudi hali bor, ularni qamab qo'yapti. Hozir sizlarga yo'lni ko'rsatib video qilib boraman, chunki neudobno. Qaysi birlar o'zbeklarimizni mana yaqinda eshitdim, ikkita traktor team driver haydab yurgan, lekin ikkalasi ham sudi hali bor. Dekabrlardami yo 20 shu yil dekabrda sudi bo'lishi kerak edi. Lekin traktor yo'lda ushlagan, ingliz tilini to'g'risi yaxshi bilmas edi, bilmayman. Checkpointda check qilgan, keyin uni ushlab hozir qamab qo'yishibdi. Hozir Oklahomada ekan, immigratsiya. Yo'llarda juda bahor bo'lamiz. Kim o'sha Meksikadan kelgan hali sudi borlarni ham lekin ushlayapti. Hozir Amerika juda qattiq qonun nima qilgan. ICE ko'chalarda ko'p odamlarni ushlab, o'sha qoramisiz yo o'sha Meksika rangiz oqdan tashqari boshqa bo'lsa, to'g'risi ushlab qamayapti. Men hozir bir advokatimni oldiga boryapman. Bir ikki savollarim bor. Bu bolalar yana hech qanaqa reklama emas. Bizni ham bir shofyorimizni immigratsiya ushlagan edi. Lekin shu advokatim o'sha bolani bond bilan chiqargan edi. Shofyorimiz Filadelfiyada yashaydilar. Bond bilan chiqargan edi. Bitta uni emas, undan tashqari yana bir ikkitasini chiqargan edi. Bu bolalar reklama emas. Men ko'pincha odamlarga o'sha yaxshi sifatda men bu reklamadan bir tiyin ishlamayman. U menga pul ham bermayapti. Chunki advokatimga men pulini oldindan berib qo'yganman. Ko'plar Manhattan'da bir marta ko'rsatuvdim. O'sha advokatimiz Manhattan'da deb. Manhattan desam agar odamlar ko'psi narxi qimmat deb o'ylaydi-da, to'g'risi. Men juda ko'p advokatlarning oldiga borganman, juda ko'p advokatlarning narxini eshitganman. O'rtoqlarimning advokatining narxini eshitganman, qancha olishini. Imina shu advokat, endi bu oilamizning advokati. O'sha vaqtda xotinim pasportni bermaganida, Amerika fuqaroligini bermaganida, biz shu advokatni shunday oluvdik, bir haftaning ichida o'sha pasportni hal qilib bergandi. Birdan seremoniyaga chaqiradi, keyin pasportni yuboradi. Shunaqa qilib bergandi. Kimda kim o'sha Amerikada pasport bo'yicha green kartasi bor, o'sha pasportga podovat qilmoqchi. Meni maslahatim, advokat bilan qilsalaring, ko'plar o'zlari qilishadi, bilmaganlar advokat bilan qilishadi. Конечно, advokatlar bilan nima deydi, advokat bilan ancha osonroq olasiz bunaqa narsalarni. Bu yerda mana bu liniya turishim kerak. Biz tunneldan o'tamiz o'z Manhattanga borish uchun. Shuning uchun maslahat bergan bo'lardim. Endi meni advokatim emas, любой advokat olinglar, lekin ko'p advokatlar men yaqinda eshitdim, pulni olibdi, 10 ming, 15 ming odamlar charj qilib oldindan yarmini olib qochib ketgan advokatlar ham bor ekan. Chunki biladi, siz immigrantsiz, siz qaytib chiqa olmaysiz, keyin o'sha pulingiz unga qolib ketadi. Shuning uchun boqar bo'linglar. Xohlasalaring men mana bu advokatning nomerini qo'yaman. Xohlasalaring telefon qilinglar. Narxi kelayotgan bo'lsak, bolalar narxi qimmat emas, arzon. Boshqa advokatlarga ko'rganda bu advokatning narxi juda arzon. Shu bolalar o'z qo'yaman, borib hozir yana syomka qilamiz, qo'ysa ofisini. Hozir mana tunneldan kiryapmiz. Hozir juda ahvol chatoq, ko'pincha odamlar mana Amerikaga kelmoqchi hali ham bo'lyapti. Aka Amerika borlar, o'sha bo'lmaydi bolalar. 17 mingta FIFA o'sha futbolga tiket sotib olgan odamlar
откaz qilishibdi biletlarini kelish. Chunki ko'chada haqiqatdan shunaqa narsa bo'lyaptiki, hammani ushlayapti. Ko'pincha rangingiz oq emasmi? Prosta ushlab qamayapti. O'zi bu yerdan o'tib olaylik, mana bu milisa bor. Bu suvni tagidagi tunnelga o'zi o'tdik. Bruklindan Manhattenga o'tadigan Battery tunnel. Nyu-Yorkda yashaydigan hammasi biladi. Suvni tagidan o'tkazilgan bu tunnel. Shuning uchun odamlar o'zi qo'rqishyapti Amerikaga kelishga-da, juda qo'rqishyapti. Keyslari hali sudni ko'rmagan, ko'pincha sporlar bo'lyapti. Yaqinda o'sha savollar berildi o'sha kattalariga, deyaptiki, mana Amerikaga asylum orqali, o'sha politik убежище orqali kelganlar hali keysi turibdi, hali sudni ko'rmagan. Nimaga ularni olib qamayapsizlar, deyapti. Ular savollariga umuman javob bermaydi. Hozir polni kontrol respublikanchilarning tomonidan. Kongress, o'sha senat hammasi ularni qo'lida. Xohlagan ishini hozir qilyapti. Mana bu yaqinda bir ayolni otib o'ldirdilar Minnesotada, yo Minneapolismi, o'sha yerda o'ldirdilar. Yana yaqinda qaysi ko'zini ko'r qildilar. O'sha Amerika fuqarosi, o'sha ham oq bo'lgan. Lekin hammasi maskada, bu noqonuniy narsalar. Xohlagan noyabrda shu 20-26-yilda saylov bo'lishi kerak. Midterm o'sha saylov, o'sha yerda demokratlar уже juda baquvvat, уже menimcha ular yutishi kerak. Kongressni o'sha yutib chiqsa, keyin uni prezidentni impichga bersa bo'ladi. Polni hammasini keyin boshqatdan qilsa bo'ladi. Lekin menimcha unga o'xshamayapti. Bu hozir grajdanskiy jangga olib bormoqchi. Chunki ko'chadagi bu milisalar, o'sha ayslar xalqni urib, o'sha gazlarni otib o'ldirib, shu narsaga olib kelyapti. Maskadagi narsalar. Bu holat bilasizmi nimani eslatadi? Bunaqa holat Rossiyadagi, o'sha vaqtda O'zbekistondagi vaqtda bizlarda 2005-yilda bo'lgan narsalarni ko'rsatyapti-da. O'sha maskadagi voyennilar xalqga nisbatan, xalqqa qarshi o'q ishlatyapti. Конечно, u yerda xalq tursa, jang boshlanadi. Grajdanskiy vayna. Grajdanskiy vayna, o'sha jang boshlansa, saylov to'xtatiladi. Prezident yana 4 yil o'sha qoladi. Uni 4 yil srogini o'sha davomida jang boshlansa, u srogidan ham keyin o'tirishi mumkin. Bilmayman, shunga olib kelyaptimi, lekin Amerikada juda notinch. Anchadan beri video qilganim emas. Mana hozir advokatning oldiga borib bir ikkita savollarni berishimiz mumkin. Mana hozir Manhattan tomoniga o'tdik, bolalar. Bu yerda politsiya bor, shunga men kamerani o'chirdim. Shunaqa ahvol notinch, hamma o'zidan qo'rqyapti, kimlar ketyapti obratna, ko'plarni ushlayapti. Shuning uchun yo'llarda boqar bo'lamiz. Kimda advokat bo'lmasa, bolalar, advokat olinglar. Kimda kim green kartasi bo'lsa, men boshidan maslahat qilib kelganman, green karta borlar, 5 yil agar yashagan bo'lsa Amerikada fuqarolikka berishga haqqi bor. Fuqaroliklaringni olinglar. Agar bilmasalaring, shunaqa advokatlar bor, olinglar. O'sha qonuniy dokumentlarni to'ldirib, bu narsani olib qo'ysalaring, o'zlaringga zarar qilmaydi Amerikada. Shuning uchun nima deydi? Ko'p o'zbeklarimizni ushlab ketishdi, ushlayapti. Aslamro trakchilarni, uberchilarni eshitganim yo'q. Bir yaqinda bir shunaqa bo'ldi. Pensilvaniyada masjid bor. O'sha yerda bilmayman, обычно ular kelishmaydi. Kim sotganmi, to sotmasa ular tochkasiga kelishmaydi. O'sha masjidga kelib, qaysi bir odamlarni ushlab ketishgan. Lekin bittasini qo'yib yuborishibdi. Qo'lida qog'oz bo'lgan, yaqinda immigratsionni qamoqdan bond orqali chiqqan ekan. O'sha bond orqali chiqqan ekan. O'shani ko'rib, qog'ozini uni qo'yib yuborishibdi. Shuning uchun kimni keysi hali immigratsiyada bo'lsa, kimni keysi o'sha qog'ozi bo'lsa immigratsiyani hamma vaqt o'zi bilan olib yurishsin. Chunki Manhattanga ham keldik. Mana bu katta zdание.
o'zi bilan olib yursa, menimcha ancha foydasi tegadi. O'sha nima immigratsionni qog'ozlaringiz bo'lsa, olib yurishlaring kerak. Shuning uchun onlar hozir juda notinch Amerika ahvoli. Ko'plar intilyapti, maslahat umuman bermagan bo'lardim danni moment. Bu narsani faqat kutish kerak. O'sha noyabrgacha, qani o'sha noyabrda saylov o'tgandan keyin demokratlar yutsa, juda ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Juda ko'p qonun buzarliklar buzyaptilar bular respublikanchilar. Bularning hammasi investigate bo'ladi. Ularning hammasi hali jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ular shunga qarab o'tirishibdi. Chunki hozir ular hech nima qila olmayapti. Hech nima tili o'tmayapti. Chunki hamma narsani boy berdi. O'sha chegarani ochib qo'yishlari, to'g'risini aytsam, noto'g'ri narsa edi. Juda katta ochib qo'ydi. Masalan, hamma kirib keldi. Kriminal xohlagan inson kirib keldi o'sha yerdan. Imindaqay mayli o'zbeklarimiz bu, lekin boshqa davlatlarchi, u yerda odam o'ldirganmi ular kriminal ish qilganmi? Hammasi kirib keldi-da. Mana shu narsa xato deb bilaman, bo'ldi deb o'ylayman. O'shani qonun qoida bilan tekshirib, uni bilmayman, tekshirish kerakmidi yo chegarani bu darajada ochib qo'ymaslik kerakmidi deb o'ylayman. Shuning uchun bu narsalar bo'ldi. Ana endi haqiqatan ham ko'p immigrantlar ham, amerikanistlar ham norozi edi bu narsaga, chegarani bu darajada ochib qo'yishlariga. Endi bular o'shani hammasini ushlab olsa farqi yo'q. Ko'chada ko'ryapti, rangingiz boshqachami? Sizni ushlab dokument so'rayapti. Farqi yo'q maskalarda. U bunaqa maskalar Rossiya yu o'sha SNG davlatlarida bo'lyapti. Bo'lar edi, bo'lyapti, hali ham keladi, uradi, sindiradi, olib ketadi. U kim olib ketyapti? U kim u? Basharasi kim? Ana shu narsa Amerikada hozir juda kuchayib ketgan bolalar. Juda bahor bo'lamiz ko'chalarda. Meni ham kiysim sali nima deydi? Meniki oilam bilan birgalikda biz hamma oilamda pasport bor. Bitta menda hali pasport yo'q. O'sha vasaydiniga qarab o'tiribmiz. Ancha uzoq vaqt o'tdi, ancha vaqt o'tyapti. Men qarab o'tiribman o'sha narsaga. Shunga bu narsani oldini olishim kerak. Bilmayman, mana mashinchami? Qaranglar. Test qilyapti Vaymoni. Ichida odam bor ekan, qaranglar bolalar. Buni Manhattan'da menimcha test qilyapti bular. Bu yerga ham qo'ymoqchi. Mana bunaqa mashina. Waymo deyiladi. Boshqa bu Texaslarda bu shofyorsiz yuradi, o'zi yuradi. Mana bu yerda hozir shofyori bor ekan, qiziq. Shu yerga ham qo'ymoqchi. Agar buni qo'ysa, Uberchilarni hayoti dabdalasi chiqadi keyin, menimcha. Chunki hozir Uberchilar ko'p trakdan ko'p Uberga taksiga qaytib keldi. Iloyim bo'lmasdan narsa bo'lmasin, ish bo'lsin hamma vaqt. Agar mana shunga razрешение bersa, mana bu mashinaga, tamom, bu shofyorsiz mashina, bu kompaniya katta miqdorda mashinalarni ishlab chiqaradi. Shu narsani yo'qotgan odamlarga ham shu narsa qiziq, выгодно zakaz qilyapti, shofirsiz kelyapti, sizni olib ketyapti. Qiziq narsa. Boshqa temadan boshqa temaga o'tib ketdik. Video davomida qiziqarli narsalar. Shunaqa bolalar, hozir mana burilyapti o'zi menimcha. Yo'q, rulni o'zi buryapti, ko'rdim o'z qo'lini. Shofyorni o'zi burdi. Bilmayman, nimani test qilyapti. Shunaqa bolalar, bahor bilan o'zi advokatning oldiga kiramiz. Qani ahvol qanaqa? Hozir bir ikkita keyslarni bizga aytib beradi. Qanaqa nima bo'lganini ko'ramiz. 9 ga ko'tarilyapmiz. Bitta Samarqandda mana Sovacha bor. Samarqand. Sho'la advokatimni yaxshi ko'radi. Bitta viskicha. Pastana kesam bitta narsa olib kelaman. O'rtoq bo'lib qolganmiz bolalar. Mana bu yerda ofis mana. Sho'la. Ofisga kiramiz. Hamma o'ylaydi Manhattanda qimmat deb. Lekin eng arzon advokatlardan. Ketdik qani. I'm gonna record you. This is my friend here.
Mana bolalar bu ham Samarqanddan kelgan. O'zim zakaz qildim mana. Shola Law Firm Registon, O'zbekiston, Samarqand. Endi bu kishi bolalar o'zbekcha gapirmaydilar, inglizchada. Only English, right? You don't speak Uzbek. Rahmat. Rahmat. But o'zbek qizlari bor, aytdim, I asked can I interview? She said no. Oh, two. I have two girls. Uzbek. Can I record one of them? You know, I want to... Ular hozir mana boshqa ofisga o'tdim. Hozir bitta o'zimizni samarqandlik qiz ishlaydi. Ruscha, o'zbekcha, tojikcha, liboy tilda gapiradi, lekin o'zlarini ko'rsatmoqchi emaslar. Shuning uchun bir ikkita savol beramiz, keyslar bo'yicha, qanaqa keyslar bilan chiqarildi, qanaqa nima bilan bo'ldi deb. O'zbek tilida savol beraman, o'zbek tilida javob beradi. Faqat o'zimni syomka qilaman, chunki har kim videoga tushgisi kelmaydi. Ertaga ota-onasi bor, boshqasi bor, aka-ukalari nimaga videoga chiqding deb o'zini hurmat qiladigan endi qizlar ko'pincha meni olmang yo meni videoga ko'rsatmang deydi. Shuning uchun olmaymiz. O'zim savolni beraman. Keyslar haqida gapiramiz. Shu. Mana bolalar, hozir o'zimni syomka qilaman. Bu yerda o'zbek qizimiz o'tiribdilar. O'zlari Samarqanddan. Videoga o'sha aytdim. Olmaymiz. Prosta bir ikkita istoriyalar bor. Nimada? Bular qanaqa keyslarni yutib chiqqanlar, qaysi bir klientlarni bond bilan qiziqarli. Men hozir eshitib, bitta keysni o'zi eshitasizlar, kulasizlar. Shunaqa odamlar ham bor Amerikada. Hozir o'zlari aytib beradilar. Masalan, bizga hozir yozdik, nechta keyslardan qiziqarlisini olib, yaqinda bo'lgan keyslardan hozir o'zlari gapirib beradilar. Mana hozir boshladik. Bu kishi o'zbekchada, endi Samarqanddan kelganlar, ruschani ham, o'zbekchani ham, inglizchani ham zo'r biladilar. O'zbek tilida agar aksent bo'lsa, menga o'xshagan iltimos negativ yozmaymiz. Pozitiv, like, shu. Mayli, qani bironta aytib beringchi, bironta qiziqarli keyslardan. Assalomu alaykum. Birinchi keysimiz bu Albaniyadan kelgan klientimiz. Kishini Floridada, Mayamida ice ushlab tashlab ketishgan edi. Shola u kishiga bon sushini olib bordilarda 25 ming bond olib berdilar. Bu yaqinda bo'lgandi. Klient bir haftada chiqdilar. Mayamida klientlaringizni sababini politsiyadan qochganmi mashinada? Politsiyadan, короче, klient albaniyalik, Mayamida endi o'zini kriminal narushenlari bo'lgan, lekin immigrant politsiyada mashinada qochadi. Politsiya uni ushlaydi, arrest qiladi politsiya, uni immigratsion nimalariga topshiradi, odamlarga, ICE'ga. Keyin bular o'sha odamga, o'sha Albaniya odamiga bond olib berasiz, to'g'rimi? Keyin u bond bilan uni qo'yib yuborishadi. Qo'yib yuborishdi. Qiziqarli narsasi, qarorda sud jarayonida sudya 25 ming bond qo'ygan. Bond qo'ygan dedi, lekin qarorda adashib 2500 yozildi. 2500. Bitta nol esdan chiqib. Sudyalar ham bitta nol yozdan chiqqan, 25 mingni o'rniga 2500 qo'ygan. Srazu 2500 ni to'laganda u ozodlikka chiqqan. Bu endi bu yerda xato sudyalar tomonidan, lekin ular qaror 2,5 ming to'lagan, chiqib ketgan. Bu birinchi narsa. Mana bu nima deydi? Ba'zi bir advokatlar bunga vaqti bond bermasligi kerak edi. Qonunni juda narushiy. Politsiyadan qochasiz, plus sizni immigratsiyaga topshiryaptilar. Advokat qaysi bir dokumentlarni fayl qiladi, sizni bond bilan olib chiqadi. Bu birinchi istoriya. Yana ikkinchi istoriya bor, bundan ham qiziqi. Bu klientingiz qayerlik ikkinchisi? Bu ikkinchi klientimiz Meksikodan, Latin Amerikanец. Shuni ham boshpana so'raganlar, Meksikodan qochib kelib, asylum ubежище so'raganlar Amerikadan. Bu kishini uylariga kelib, uni xotini, bolalari yashaydigan uyga kelib olib ketishganda, xotini bolalar bilan qolib ketgan uyda. Olib ketishgandan keyin biz bond so'radik, unga bond berishdi. Bondni to'lab chiqarib yubordik, uyga keldi, bir hafta xotini bilan, bolalari bilan yashadida, keyin qaror chiqdi sudyadan, men adashibman. Bu odamga
bu odamga bond berishga haqqim yo'q ekan, man adashibman, bu odamga bond bermaymiz deb yangi qaror chiqardi bir haftadan keyin sudya. Keyin biz klientga telefon qildik-da, mana shunaqa bo'pti endi. Bondim yo'qmi endi debapti. Yo'q, bondingiz yo'q endi. Nima qiling? No, texnически по закону endi qaytib borish kerak-da, endi shunga tush kerak, boshqatdan bond so'rab, boshqatdan olib chiqamiz. Xo'p dedi-da, keyingi kun shunga borib, bo'ldi, men keldim, men boshqatdan olasizlarmi deb ofitserlardan so'ragan. Qo'yib yuborgan o'sha meksikalikni o'sha bond bilan qo'yib yuborgan, keyin bir haftadan keyin, 2 haftadan keyin sudya qaror chiqargan, что men xato qilibman deb. U bola qaytib immigratsiyaga o'zi oyoq bilan borganda, meni arest qilinglar, men keldim, xato qildim. Ular uni 6 soat ushlab turib, bor deb chiqarib yuborishgan, ket, seni arest qilmaymiz deb. Shunaqa odamlar ham kulgili-da bu narsa. Sizni chiqarib olishib, siz yana oyog'ingiz bilan o'zingiz meni arest qilinglar. No, ikkinchi marta borganiga o'sha arest qilgan. Birinchi bor borganda ofitserlar bilmagan nima qilishni bu odam. U yana ICE bizda Federal Plaza bor, o'sha yoqqa emas, detentionga borgan Sразу qamoqxonaga borgan. Qamoqxonaga borgan. Ular biz bilmaymiz, kimsan, nima qilamiz bu odamni. O'tirib ICE'larning boshini og'ritib chiqib yana uyiga borgan. Keyin bizga telefon qildi-da, keyingi kun yana borgan ICE'ga. Ikkinchi bor borganda o'sha ular detentionga yana olib qolishgan. Keyin biz yana bond so'radik. Hozir bondini yutganmiz. ICE apellyatsiyaga beramiz deb rezerv qilgan. Bugun 30-kun, agar bugun hozir 5:30 bo'lsa, yana yarim soat ichida ICE apellyatsiyaga bermasa, yana chiqarib yuboramiz. Yana chiqadi. Yana bular apellyatsiyaga bergan, o'sha meksikalik kelganni, u apellyatsiyani bular yutgan. Yana bondga. Birinchi marta bondni olib chiqqanlar, sudya xato qilgan, ikkinchi marta bondni ham bular yutganlar. ICE'ni, o'sha davlat prokurorlarini 1 oygacha vaqti bor sizni apellyatsiyaga berishga o'sha sudyaning qarorini. Agar vaqtida bo'lmasa, uni chiqarib yuborishadi. Bu ikkinchi istoriya. Endi uchinchi istoriyadan gapiramiz. Bu bir o'zimizni, buni men o'zim ham aytib berishim mumkin. Bizda shofyor bor edi, Bekjon bizda ishlardi avval. Bu ham immigratsionni, buni istoriyasi sal qiyinroq. Akasini o'rniga o'zlari boradilar, immigratsion ICEga, ICE akang qani deb ukalarni ushlab qoladi. Qamaydi, ICE qamab qo'yadi. Keyin o'sha paytda menga telefon qilishadi. Akalari shunaqa ukamni ushlashdilar. Keyin men o'zingizning advokatingizni bering degan menga, men o'sha bularni tavsiya qilganman. Mana o'zlari siz o'zingiz shug'ullandingiz shu keys bilan. Bekjon bilan, agar Bekjon ham ko'rayotgan bo'lsalar, videoni hozir biladilar, komediya yozsalar ham bo'ladi. Keyin bond olib hozir yuribdilar, to'g'rimi? Hozir tashqarida hozir sudlari qo'yilgan. Bugun gaplashganda Bekjon bilan хорошо. Yaxshi. Okey. 4-chi keysimiz bu green cardlar. Boyna videoda aytib kelganman, ko'p odamlarimiz Amerikaga 20 yil yashaydigan o'zimning o'rtog'im bor. Aytishim mumkin, Ma'ruf degan o'rtog'im. Hamma uni ko'plar biladi videoda. 20 yildan ko'p Amerikada уже ikkinchi marta green cardlarni nima qiladilar? Proдлит qilyaptilar. Odamlar Amerikada green cardni proдлит qiladi-da, nima deydi? Pasport olgisi kelmaydi. Bilmayman, patriotmi ular, bilmayman, lekin ko'plarda ikkita pasport bor, hech qanaqa problema bo'lgan emas Amerikada. Lekin olishmaydi. O'sha o'rtog'im ham o'shalardan biri, buni ham ismini aytishim mumkin, Aziz. Mana o'zlari yaqinda voqea bo'ldi. Mana shu kishi delalarni Azizni mana o'zlari qildilar. Green cardlarni qachon oldilar? Hafta olib ketdilar aka. Green card tamam. Green card menga telefon qildi, xursand, o'rtoq dedi, rahmat. Что sana advokat berdim. Bolalar, bu yana o'ylamanglar, что men imenda shu yerga kelinglar, bunaqa emas. Pozitiv informatsiyani aytish kerak. Olingan narsalarni aytish kerak. Kimlar ko'p menga telefonlar bo'ldi, aka advokatingiz kim, advokat qayerga uchrashib, ko'plar bilmaydi. Shuning uchun
to'g'ri advokatga boringlar deymanda. Ko'pincha boshqa odamlar ancha advokatga pul bergan, ko'p pulga tushganlarni men bilaman. Advokati 10 mingni olgan, u qamagandan keyin advokat umuman telefonini o'chirib qo'ygan. Shunaqasini yaqinda eshitdim. Ofisini yopgan. Chunki biladi siz immigrantsiz, unga nisbatan hech nima qila olmaysiz, biladi sizni deport qilishlari mumkin, yordam bermaydi. Shuning uchun to'g'ri advokatlarga uchrashni tavsiya qilaman. Bu green karta bo'yicha. Keyingi keysimiz 5-chi green karta bo'yicha gapiramiz. Bu kishi saligina o'zlari ham informatsiya beradilar. O'sha qanaqa protsedura, nima qilish kerakligini. Qani green karta bu bo'yicha bir sal qisqa ma'lumot bering. Bu gaplashganimiz sizni kesingiz edi. Shu odamlarimiz pasportga bermasdan faqat green kartani tranzit qilayotgani alternativni pasportga dokument qilsa bo'ladi, naturalizatsiya qilishimiz mumkin-da. Formalarni to'ldirib, dokumentlarni to'ldirib, o'ziga yarasha требования bor, advokat ko'rib chiqib, biz hamma narsani tayyorlab, в принципе, можно гражданство so'rashimiz mumkin davlatdan, agar 5 yildan ortiq green karta bilan Amerikada yashayotgan bo'lsangiz. Endi uni ham o'zini kichkina исключениялari bor. 5 yilmi, 3 yilmi qanaqa yashash, qayerda yashash. Kesalar odamlar green kartalar. Kriminalniy narusheniyasi ba'zilar bor-da, Amerikada green kartasi bor, lekin kriminalniy narusheniya qilgan. Deylik, parkovka tiketiga olgan yo deylik, qaysi bir narusheniyalarga o'sha green kartasini pasport olmasligi mumkin. Примерно. Endi narusheniyaning kriminalning har xil kategoriyasi bo'ladi-da, felony bo'lsa, misdemeanor bo'lsa, endi kvalifikatsiyasiga qarab, delo nima bilan tugagishiga qarab, agar keysni yopgan bo'lsa, например, district attorney, unda osonroq bo'ladi. Endi uni ham har bitta keysni o'zini detallari bo'ladi-da. O'shanga qarab, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, materialga qarab, agar kesalar, dokumentlarni olib kelsalar, advokat ko'rib chiqadi. Но общего конкретного я ничего не могу сказать. Okey. Еще такой, o'zi ham ruschaga o'tib ketyapmiz. Shunaqa savol, konsultatsiya sizlarda qanday? Pullikmi yoki telefonda sizlar bilan gapirsa bo'ladimi? Sizga telefon qilib, sizga tushib masalan, обычно telefon qilasizlar, so'rasalaring, o'zbek gapiradigan bormi desalaring, albatta o'laydi. Bu kishi bilan men juda ko'p telefonda men gapirganman. Biror marta menga, bironta o'rtoqlarimga biror marta hech qanaqa trubkani ko'rib, любой savolimga постоянно javob beradilar. Telefon qilsangiz, bizda front desk javob beradi inglizchasida. Сразу menga o'zbek kerak, men inglizcha gapirmayman desangiz, menga beradi-da. Konsultatsiyaga biz appointment qo'yib ofisga chaqirishimiz mumkin. Ofisga kelish yaxshiroq. Advokatning yuziga qarab gaplashasiz. Advokat o'zi sizni biladi, dokumentlaringizni ko'radi. Agar kela olmayman, boshqa shtatdaman desangiz, onlayn qilish mumkin. Zoom встреча qilamiz-da. Siz o'zingizning telefoningizdan, mashinangizdan, o'zingizdan kirasiz. Advokat ofisdan kiradi va men ham bo'laman, перевод qilib turaman. Перевод. O'rtada 3 kishi bo'ladi, mana bu kishi bo'ladilar. Advokatimiz ruscha, faqat inglizcha gapiradilar. Shuning uchun ishchilari bor, 4-5 ta har xil tilda gapiradigan qizlar перевод qiladi. Keyin qaysi shtatlarda sizlar servis ko'rsatasizlar? Hamma 50 shtatda. Immigratsioniy sud shtatni o'zida emas-da, immigratsioniy bu federalniy bitta. Sudlarni qayerda bo'lganingizga qarab filiallari bo'lishi mumkin, но в принципе sud bitta. Sistemasi bitta, faqat venue degan narsa bor, qaysi sud binosida bo'ladi, o'shani ko'chirish mumkin. В принципе sud bitta bo'lgani uchun любой shtat advokatda litsenziya bo'lsa, любой shtatga kirib, onlayn tем более hamma narsa hozir Webex onlaynda kirib spokойно sudni o'tkazsa bo'ladi. Keyslar bor, agar shu shtatni o'zini sudiga borayotgan bo'lsangiz, например, o'sha yerda bizning advokatlarimiz bora olmasligi mumkin bo'lishi mumkin. Bizda faqat Nyu-Yorkda va Nyu-Jersida litsenziya bor. Boshqa hamma shtatlarni immigratsion sudiga spokойно kirasiz. Agar, например, razvod qilaman desangiz, семейный sudga oilaviy sudga borish kerak bo'lsa, faqat Nyu-York, Nyu-Jersida qila olamiz. Filadelfiyada bo'lsangiz, sizlarda yana bitta advokat bor, bu yerda bu kishi kriminalniy ish bilan shug'ullanadilar. Advokat Crowley, u kishi amerikanец, istoriyasi bor, уголовный ishlarda ishlagani bor ancha yil oldin. Hozir biz imigratsion firma, imigratsion ishlar bilan ishlaydi-da.
Семейный ishlardan boradi. Family, ha. Family, razvod bo'lsa, endi bolalar custody sich qilayotgan bo'lsak, семейный sudga boramiz. Shunga sijni ham biz New Jerseyda qila olamiz. Yana bitta zo'r yaqinda buni sizlar olib berdilaring. Mani singlimni, mani o'zimni jiyanim Rayhona, buni aytaman. Singlimni qizi endi o'zi Meksikadan keldi, 18 ga kirmagan edi. Bular green carddan olib berdilaring. Green cardga vaqt borib, sudni yutdik-da, to'g'ri? Sudda Rayhona bu ham o'zimni endi men aytyapman, bu oilaviy advokatimiz bo'lgani uchun hamma o'zimni tanishim, o'zimni bilganlarim, meni qarindoshlarim, ammalarim, amakimni qizlari shu yerga kelishgan. Endi bitta xudo xolasa bilmayman, mana shu yodimizdan chiqdi Rayhona. Bu ham bir отдельный tema. Mana shu haqida bitta voyaga yetmagan bolalar haqida bitta masalan aytib bering. Masalan, Meksikadan juda ko'p odamlar kelgan, bolasi bilan 18 ga kirmagan bolalar bor-da. Mana shularga qanaqa, mana hozir shu Rayhona кейsi bo'yicha gapiring. 18 emas 21 ga kirmagan bo'lish kerak. Ya'ni 21 gacha hali odamlarda vaqt bor va uylanmagan bo'lish kerak. Uylanmagan bo'lish kerak. Shu bolalar kelsa, например, bu qanaqa bo'ladi? Immigratsiyon sudingizda убежище turishi mumkin, lekin parallelni biz семейный sudga boramiz, oilaviy sudga boramiz. Mana shu 21 ga to'lmagan, voyaga yetmagan bolani hozir hech kim qaramog'ida emas, shunga bizga opekun kerak deb ulardan so'raymiz. Mana shu odam bor. Shu odam неважно statuslari, green kartasi bormi, citizen umuman неважно. Farqi yo'q. Boy odam. Bu shuni ham oyisi qilgandi. Prosta bizlar nima bo'luvdik-da, men bilan xotinim. Yo'q, siz prosta bitta uyda yashaganingiz uchun siz ham borib отпечатка bergandingiz. Bitta uyda yashaysiz, bu bolani xavfsizligi uchun shu uyda hamma yashaydiganlar borib отпечатка berish kerak. Tak, faqat bitta odam kerak, New Yorkda 6 oydan uzoq yashashlari kerak. Bola ham, onasi ham, чтобы New Yorkni oilaviy sudida yurisdiksiya paydo bo'lsin. Yurisdiksiya bu sudni shu delani ko'rib chiqishga haqqi bo'lishi kerak. У нас O'zbekistonda ham по месту жительства sudga borasiz. Shu по месту жительства degan narsasi bo'lishi uchun 6 oy New Yorkda yashash kerakda, keyin bitta odam olib kelsangiz, mana shu odam, mana akam, amakam, do'stim farqi yo'q. 21 dan oshiq bo'lsa bo'ldi, уголовный istoriyasi, bolalarni abuse qilgan istoriyasi bo'lmasa bo'ldi. Keldilar-da, семейный sudga bordik, onalariga полностью родительские праваны olib berdik. Onalari bitta родитель bo'ldilar. Keyin shu семейный суд bizga qaror berdi, что bu bolaga специальный immigratsionni status olib berish mumkin degan qaror beradi. O'sha qarorni olib keyin biz USCIS ga petitsiya yuboramiz. Shu bu bolaga special immigrant juvenile status beringlar deb. Petitsiyani где-то 8 oydan 1 yilgacha, в грубости, рассматривать qilishadi. Keyin bizga одобрение keladi. Одобрение kelgandan keyin разрешение на работу, social security ga заявление yuborsak bo'ladi. Undan tashqari qarori kelsa, USCIS dan decision kelsa, что одобрить qildik petitsiyangizni degan, bolani deport qilishmaydi. Opekun bo'lgan odamga ota-onasimi, boshqa makimi, просто bironta tanishimi farqi yo'q. Ularning kesiga hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi. Ular status olmaydi ham, statusiga minus ham bo'lmaydi. Statusi boraveradi, o'zini hayoti boraveradi. Никакого влияния не будет. Специально shunaqa qilgan, чтобы odamlar bolalarni использовать qilib status olmasligi uchun. Bu faqat bola uchun, bola status olish uchun. Keyin одобрение kelsa USCIS dan очередь bor. Bir 3-4 yil kutib turasizlar-da, o'shandan keyin vaqti kelsa green kartaga dokument подавать qilamiz, green kartasini oladi. Tushunarli. Bu ham yaxshi informatsiya. Ko'plar bilmaydi. Bu haqida ko'plar Amerikada o'sha Meksikadan bolalari bilan kelganlar, agar o'zlaring olmasalaring deyman, aqli bolalarga olish mumkin-da. Bolalarni statusi green karta olib, keyin 5 yildan keyin pasport olib, ota-onasini masalan mabodo deport qilib yuborsalar, o'sha pasportni olgandan keyin
ota-onasini chaqira oladimi? Вот momentик yo'q, chaqira Yo'q. olmaydi. Специально buni ham специально shunaqa qilgan, чтобы ota-onalar bolalarni использовать qilib, shunaqa manipulyatsiya qilib dokument olmasligi uchun. Agar siz shu bolani opekuni bo'lgan bo'lsangiz yoki o'zingizni bolangizga opekun qilgan bo'lsangiz ham, в будущем гражданин bo'lgandan keyin sizga petitsiya qila olmaydi. Chunki davlat xohlamaydi, чтобы вы злоупотребляли этой вот возможностью. Да, чтобы bolasini legalizovat qilib pasportini olib, o'zi keyin olmasin. Вот shu Olmasin deydi. faqat bola uchun bo'lishi kerak. Buni faqat bola uchun qilgan, ota-onalar boshqa opekunlarga возможность bo'lmasin, bolani himoya qilish uchun специально shunaqa qilib qo'ygan. Tushundim. Lekin bolangiz точно oladi. Okey. Bugun video ancha menimcha uzoq bo'ldi, 20 minut bo'libdi. Oxirgisi sizni mana maslahatingiz, masalan, green kartasi bor odamlarga Amerikada deylik yuribdi necha yildan beri nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'zingiz. Agar уже to'g'ri keladigan bo'lsa, по требованиям, ko'rib 5 yil yashagan. Boshqa требованияlarni ham to'g'ri kelsa, pasportga berish yaxshiroq, tем более hozir. Tем более shunaqa situatsiya nestabilni, qiyin, har kuni yangi narsa chiqyapti-da, odamlar ham endi qo'rqib qo'ygan, green kartangiz bormi, yo'qmi, gражданин emasmisiz, imigrantsiz. Hozir shu aysni ko'zida odamlar immigrant va ne immigrant deb bo'linishadi. Pasportingiz bo'lsa, siz уже immigrant emassiz. Shunga iloji bo'lsa, возможность bo'lsa, все-таки pasportga berish yaxshiroq. Bo'lmasa, dokumentlaringizni o'zingiz bilan постоянно bo'lishi kerak. Bu green kartangizga ham, boshpana bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham shu reseptlar, что siz biron nimaga Endi bu hozir dokumenti yo'qlarga hozir bu kishi maslahat beradilar. Masalan, dokumenti yo'q, green kartangiz mayli, green karta haqida gapirdik hozir. Dokumenti yo'qlar, mana hozir sud кейsi nima asylum pending yo sud hali bor. O'zi bilan nimalarni olib yurish kerak, masalan, o'zini endi himoyalash uchun bu ham 100%lik emas, lekin ko'p hozir eshitganman. Kimda qo'lida qog'ozi bo'lsa, qo'yib yuborishibdi deydi. Shuni nima maslahat berasiz? Nimalarni olib yursin? Eng muhimi bu sudingiz borligi haqida, siz sud sistemasida borligingiz haqidagi qog'ozlar. Bu sizga sud qo'yishsa, например, любой mastermi, individualmi farqi yo'q, sizga case notice yuboradi. O'zingizga xat keladi. Sud sizga sudga qo'ydik, chaqiruv xati-da bu. Advokatingizga ham keladi. Agar o'zingiznikini yo'qotgan bo'lsangiz, advokatingizdan so'rasangiz, kopiyasini beradi. Case notice oxirgisi, keyingi sudingiz qachonligini doказательствоsi o'zingizda bo'lishi kerak. Keyin biz klientlarimizga harakat qilamiz G28 degan formani berishga. U forma o'zi hech qanaqa yordami bo'lmaydi ularga. Lekin bildiradiki, advokatingiz borligi bor. Bu forma advokatim bor degan forma, advokat uchun bu formani ular o'sha advokatingiz bo'lsa qo'rqishadi ham ba'zida, chunki biladi advokatingiz bor, siz bilan boshqacha muomala qilishadi. Qo'rqishmasin, lekin telefon qiladi хотя-бы-da. Хотя-бы email bo'ladi, adresingiz bo'ladi. Mana shu advokatim shu yerda turibdi, to'xtaman telefon qilay, chunki hamma odam ham o'zini advokatini nomerini telefonini naizust bilmaydi. O'zingizda bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilib, iltimos deb muomala qilib gaplashsangiz, telefon qilib advokatingiz olib chiqishi mumkin. Shu momentida hali detashinga tushmasdan. В принципе, o'zingizda kopiyasi bo'lsa yaxshi, 28-formangizni, keyin 589-forma yuborganingizda endi hozir unaqa qilishmayapti, lekin oldinroq yuborganlarda resept bo'lishi kerak. Biz 589-formangizni oldik degan. O'sha pechati shart emas, pechat bor, pechatgandan keyin, lekin shu formani o'zi bo'lsa ham, хотя-бы bu доказательство, что siz boshpana so'ragansiz davlatdan va sudingiz ketyapti. Undan tashqari, кейсingizning kopiyasi полный кейс bo'lmasa ham, nimaga boshpana so'rayapsiz, nima bo'lyapti, хотя-бы bir ikkita qog'oz o'zingizda bo'lsa yaxshiroq. Всякий случай, agar biron kishi savol bersa, savol o'zi berishga haqqi yo'q. Ayz ofitserlarni кейсинgiz haqida, lekin so'rasa ham это показывает достоверность, что siz yolg'on gapirmayapsiz, кейсинgiz выдуманный emas. Bilmayman nimaga boshpana so'rayapman desangiz, уже abdala boshqa savollar paydo bo'ladi. Shunga
Просто для предостережения o'zingiz bilan shu kopiyalarni olib yuring, bitta faйл qilib turadi mashinangizda, sumkangizda. Telefonda emas. Telefonni biron kishiga ko'rsataman desangiz hech kim qaramaydi. Shunday. Распечатанный versiyasini o'zingiz bilan olib yursangiz yaxshi. Zo'r mana kimlar shunaqa bo'lsa, Casey Penningda hozir qiyin holat kelgan Amerikada, hamma biladi, internet portlayapti, o'sha ICE ofitserlarni ushlashlari, boshqalari. Lekin o'zim aytganlarim, bir ikkita odamlarni o'sha qog'ozi bilan, bond bilan chiqarib yuborgan, qo'lda qog'ozi bor. Uni kelganda o'rtoqlarini olib ketishgan, o'sha bolani qo'yib yuborishgan. Lekin ba'zi holatlar bor, shu bond qog'ozi, bilmayman, buni eshitmadim, lekin sudi bo'la turib, hali sudi bor, qog'ozi ham yonida bor, lekin ularni ham olib qo'yishyapti. Bu trakchilardan eshitganman. Trakchilar nimasi? Bilasizmi nimaga? Yangi требование chiqdi, ingliz tilini bilish kerak degan. Aha, da. Это же требование. Это требование, да. Agar siz Lekin o'sha bola ingliz tilini bilmas edi. Siz bilan gaplashishga harakat qilsa, siz gaplasha olmasak, уже bitta требование, bitta нарушение на месте bor-da. Da. Shu yerda siz trak haydayapsiz, ingliz tilini bilmaysiz, хотя вам нельзя. Да, правильно. Президент, что siz agar ingliz tilini bilmasangiz, sizga trakka o'tirish mumkin emas. A siz o'tiribsiz. Это уже нарушение на месте. Bu narsani men videomda adashmasam 4 yildan beri aytib kelaman. Adashmasam 4. Trakchilarga-da, chunki trakchilar ham o'rgan ingliz tilini o'qinglar. Aytib kelaman. Lekin ba'zi bir odamlar negativlar o'shanda ham chiqashadi. Aka, siz bunday qilyapsiz, sizga farqi nima debdi. Lekin men yaxshi sifatda aytib kelganman. 4 yil oldin videolarimni ochib qarasalaring, o'sha yerda men aytib qo'yganki, ingliz tilini o'rganish kerak. Trakda chiqdilar. Mumkin haqiqatan bu kishini gaplarida juda katta jon bor. U odamni men lichna taniyman. Meni qo'limda u odam adashmasam 1-2 oy ishladi. Hozir o'sha odam qamaldi. Team driver bo'lgan. Ikkalasi ham sudi bo'lgan. U immigratsiyaga borib turardi. Pensilvaniyada. Lekin Texasga kirganda, Texasmi, Oklahomada o'sha savol javobga ikkinchi level inspection qilgan. Ikkinchi level u siz bilan muloqot qiladi, gapiradi. Keyin uni ofisga chaqirganda boshqasi kelib o'sha menimcha hamma istoriyasini polni aytmaydi, chunki ingliz tilisi zo'r emas edi. Aniq bilaman, bizda ishlagan paytda ingliz tilisi zo'r emas edi. O'sha paytda menimcha o'sha нарушение, o'sha ingliz tilini bilmaydi, sидел pravasi bor. O'sha holatda olib ketgan. Lekin yana bitta case bor yaqinda. Agar ko'rgan bo'lsalaring, bu case'larni trakchi guruhlariga juda ko'p tarqaladi. Qirg'izmidi, qozoqmidi, trakda haydayapti, lekin qog'ozi yonida bor, ingliz tilini chotka ofitser bilan gapiryapti. Uni qo'yib yuboryapti. Mana shu ingliz tilisi prosta yordam beryapti, uni olyaptilar, qo'yib yuboryaptilar. Shunga bolalar, maslahatim, tilni o'rganamiz. Baribir tilni xohlasangiz, xohlamasangiz Amerikada yashaymiz, buni o'rganishimiz shart. Chunki bu bilishimiz kerak. Bu bir narsa. Plus ko'chalarda ehtiyot bo'lamiz. Kimga advokat yordami kerak bo'lsa, mana o'zbek tilida bu kishi telefonlarni mana o'z pastga men qo'yaman, yo tepamda mana bu yerda qo'yishim mumkin. Telefon raqamlarini telefon qilinglar. Bolalar yana o'ylam, akam reklama uchun hech qanaqa men bir tiyinsiz bu narsa. Men pastga hech qachon reklama uchun birondan men bir tiyin olmaganman, hamma biladi meni. Shuning uchun yaxshi narsalar haqida ko'proq video qilaman, odamlarimizga yordam tegsin deb. Bu ham yordam sifatida sizlarga men bularni olinglar demayman. Xohlagan advokatlaringni olinglar. Men bilgan, bu kishi bilganlarni hozir biz sizlarga videoda aytib berdik. Qaror chiqarish o'zlaringizda qo'llaringizdan. Kimga telefon qilish. Shuning uchun bolalar, videoga likecha bosamiz, kommentda savollar bo'lsa, savollaringni yozinglar. Sizlarga harakat qilamiz javob berishga. Mayli, hammalaringizga sog'lik, bu kishiga katta rahmat deymiz informatsiyalar uchun. Endi uyaldirar kameraga chiqishdan. Shuning uchun men o'zimni shunday qildim. Ko'rmoqchi bo'lsalaring, telefon qilasizlar, ofisga kelasizlar, o'zlarini ko'rsalaring bo'ladi, o'zlari bilan ro'paro gaplashsalaring bo'ladi. Shunaqa bolalar. Like и komment yozamiz. Hammaga sog'lik, salomat, pozitiv bo'lamiz и yaxshi narsalar bilan shug'ullanamiz.